Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tantarbiya komiteti 4-oyning 13-kuni Turkiyaning Qaysari viloyatining Injesu nahiyasida birinchi qatimliq Sharq Turkiston Uyg'ur an'anaviy ballar tantarbiya o'yinlari musobaqasi o'tkazdi. Bu musobaqa Qaysarining har qaysi nahiyalarida yashayotgan Uyg'ur farzandlaridan 56 nafar qiz o'g'ilning qatilishi bilan 5 tur bo'yicha elib berilgan bo'lib, musobaqaning har qaysi turlari bo'yicha 1 va 2 bo'lganlarga alayda mukofot berilgan. 13 aprel kuni tushdan burun o'tkazilgan arqon tortishish, xalt kiyib yugurish va tuxum ilib yugurish musobaqalarida 2 nafar qiz birinchilikka erishgan. Shu kuni tushdan keyin elib berilgan chelishish va qo'l qayrish musobaqasida 2 nafar Uyg'ur yigitimiz birinchilikka erishgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi tantarbiya komiteti tomonidan madadlantirish uchun har bir chempionga bir taldan qo'l kompyuteri, butun musobaqalarda 2 bo'lgan farzandlarimizga 500 liradan 1200 liragacha naqd pul mukofot berilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tantarbiya komitetining mudiri Dilshod Barishchi va uning muavin mudiri Xayrullo Afandigil apandilarning alayda kuch chiqarishi bilan muhojiratlik farzandlarimizni an'anaviy Uyg'ur ballar o'yinlari bilan tanishtirish, muhojiratda kimligini qo'g'dash, birlik ittifoqlik o'rnatish uchun tashkillangan bu musobaqada mukofot ololmagan butun farzandlarimizga rag'batlantirish maqsadida har biriga 400 liradan naqd pul berilib, bu faoliyatga qatnashqil kelgan bütün tanarkatchi va mehmonlarga o'zaro tanishish va qarindoshlik mehri o'rnatish uchun kollektiv ziyofat berilgan. Bu haqda stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tantarbiya komitetining mudiri Dilshod Barishchi, qurultay tantarbiya komitetining qurilish maqsadi va bu qatimqi faoliyat va buningdan keyingi planlar haqida ma'lumot berib, mundaq deydi. Terbiye harekete katılgan ballarımız buna hoş oldu. Şununla birlikte Dünya Uygur Kurultu Terbiye Komitesi'nin ki bunun keyin yani muşundak faaliyetlerini ilip barıdığanlığını musabıqını ilip bağa yerimiz Kayseri'deki memleketten keyin vakitlarda çıkıp yerleşken hemşerilerimizin kurgan bir mektebi de ilip verildi. Bu mektepnin müdürü, hizmet kılıp atkan hizmetdaşlar, naiti xursandlik bilen ballarını muşundak rağbetlendiriş, faaliyetlerini köprek ötküzüp verişini talep kıldı. Kayseri'de okşaş bulmagan rayonlarda okuvatkan ballarını jığıp muşu musabıqaga ilip kelgen hemşerilerimizge köp rahmet etimiz. Ballarımızını özümüzdeki an'anaviy tantarbiya faaliyetleri bilen sek ulağı boğan milli tuygu, milli anlatış üçün köp bunun paydası boğanlığını düşünüme. New York vaqti gazetining xabarida Amerika axborot organlarining Amerika, Isroiliya va Iran o'rtasidagi urushda Xitoyning Astirdan Iranni qurol-yarog' bilan ta'minlaganligi oshkorlangan. Mazkur xabarda bildirilishicha, ismini oshkorlashni xohlamagan bir Amerika amaldori Amerikaning axborot baholashlari Xitoyning ba'zi shirkatlar orqali Ironga harbiy sanoat ishlatiladigan ximiyalik moddalar, yiqilg'u va zapchastlarning to'shilishiga ko'z yumib, bu urushda yoshirin rol o'ynayotganligini ko'rsatib berdiganligini ilgari surganligini o'ttirib qo'ygan. Bu amaldorlar Xitoyning uzundan buyon Ironga bevosita harbiy uskunlarni avatishda ehtiyotchan bo'lib kelganligini, ammo hukumat ichidagi ba'zi kishilarning Iron bexatarlik qismlariga bevosita yordam berishni tashabbus qilayotganligini va Xitoyning Ironga havo mudofaa aslahalari, uçquchisiz aeroplan va tank qatori avatgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatadigan axborot uchurlarini topshirib olganligini tilga olgan. Amerika prezidenti Donald Trump bu haqda muxbirlarning savoliga agar Xitoyning Ironga qurol-yarog' va harbiy aslah yordam berganligi aniqlansa, buning natijasining og'ir bo'lganligini ta'kidlab, Xitoy agar Ironga yordam bersa, nihoyat cho'ng avorchilik uchraydi. Shundaqla Amerikaning Hormuz bo'g'ziga ehtiyoji yo'q. Amerika Ironga texim shiddatli hujum qilib, uni tosh davriga qaytarib deganini bildirgan. Mazkur xabarda bildirilishicha, yana Amerika axborot organlari Rossiyaning Iron armiyasiga sun'iy amri axborot uchurlari bilan ta'minlayotganligini, Iron inqilobi qo'g'danish atritining Amerika paraxodlari va yaqin sharqdagi harbiy va diplomatik nishonlarini aniqlashga yordam berayotganligini ko'rsatadigan bayqashlarni qo'lga keltirganligini ta'kidlab, Rossiyaning urush mezgilida Ironni ochliq yordami, harbiy uskunlar va sun'iy amri suratlari bilan ta'minlaganligini, ammo Amerikani g'azablantirmaslik uchun bevosita qurol yetkazishdan o'zini qochirganligini ilgari surgan.
Pakistanning vasitçiligi bilan o'tkazilgan Islomobod suhbati mag'lubiyat bilan oxirlashgandan keyin Amerika 2026-yili 13 apreldan boshlab Iran portlariga kirish chiqish dengiz qatnashishini qamal qilgan. Washington bu qamalning Oman qo'ltiqi va Hormuz bo'g'zining sharqining atrofidagi rayonlarda yo'l qo'yilganligini, belgilamada Ironga tava yoki Iron portlariga kiradigan paraxodlarni nishon qilganligini, Washingtonning faqat iqtisodiy besim bilan qanoatlanib qolmay, zarur tepilganda bevosita qurolli to'qinishga tayyor ekanligini bildirgan. Kuzatuvchilar bu muhosira Iranning Hormuz bo'g'zida Xitoy pulini ishlatish va Xitoy Rossiyadan keladigan yordamni uzil-kesil to'xtatish rolini o'ynaydi deb qaragan bo'lib, Tehron bo'lsa buni urush e'lon qilish deb qaraydiganligini jakarlagan. Trump qamalga yaqinlashgan Iran kemalarining yo'qotilganligini bildirgandan keyin xalqaro neft bahosi yana $100 dan eshib ketib, bu urushdan kelib chiqqan krizis yangi bosqichga kirgan. Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan Kengash palata a'zosi va Amerika Uchur axborot komiteti boshlig'i Tom Cotton Breitbart gazetiga bergan ziyoratida Xitoyning hozirgi hokimiyatini Sovet ittifoqining razillik imperiyasi bilan silishtirib, Shi Jinpingni marksist va Xitoy kommunistik partiyasini Uyg'ur va Tibet qatorliq millatlarga qarshi qirg'inchilik qilganlik bilan ayblagan. Cotton so'zida Xitoyning partiyani hammadan ustun qo'ydiganligini va bir balvoq bir yo'l programmasiga o'xshash tashabbuslar orqali dunyoga hukmronlik qilishni xohlaydiganligini o'ttirib qo'yib, Xitoy razillik manbasi davlati, Shi Jinping bo'lsa marksist. Buningga gumon yo'q. Ular 70 yildan buyon Tibetda asta-asta qirg'inchilik qilib keldi. Ular Uyg'ur xalqiga qarshi tez suratda qirg'inchilik olib bordi degan. Kuzatuvchilar Cottonning so'zlari Washingtonda Shi Jinping rahbarligidagi Xitoyning tahdidiga qarshi ikki partiyaning andishisining kuchayishini aks ettirdi. Amerika bilan Xitoy dunyoviy ta'sir kuchi uchun raqobatlashayotganda, Kengash palata a'zosining Xitoyni dunyoga hukmronlik qilishni maqsad qilgan razillik manbasi davlati deb tasvirlashi, ikki cho'ng davlat o'rtasidagi ziddiyatni taxim kuchaytirishi va Beijingga qarta diplomatiya va iqtisodiy besim elib kelishi mumkin deb qaragan. Cotton o'zining yangi Xitoy haqida deyolmaydigan 7 narsa nomli kitobida Xitoy razillik manbasi deb yozib, sobiq prezident Ronald Reaganning Sovet ittifoqi bergan mashhur tushuntirishiga o'xshash bir misol keltirgan. U Xitoy kommunistik partiyasining Uyg'ur, Tibet qatorliqlarga qirg'inchilik yurgizib, Hong Kongning erkinligini bostirganligi va bir balvoq bir yo'l programmasiga o'xshash tashabbuslar bilan dunyoviy ta'sirni kengaytganligini ayblagan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.